Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz. Hammalarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi videoda sizlar bilan juda ham ko'p muxlislar tomonidan so'ralgan O'rgimchak odam Thor yangi kun filmining kecha chiqqan treylerini tahlilini qilamiz va film haqida gaplashamiz. Video qiziqarli bo'ladi va video davomida film haqidagi so'nggi ma'lumotlarni ham berib o'taman. Shu uchun oxirgacha ko'ringlar. Qanunda boshladik. Anchadan beri bunaqa treylerni ko'rmayotgandim. Treylerini ko'rib maza qildim. Treylerda bizga Bannerni, jazolovchini, Skorpionni va qanaqadir samuraylarni ko'rsatishdi. Keyin filmda Peter 2-3 barobar kuchayadi. Qanaqa qilibligini birozdan keyin bilib olasizlar. Treyler Peter MJni va do'sti Netni videolarini ko'rishi bilan boshlanadi. Peter hali ham MJ va Netga hammasini aytib bermagan, ya'ni u o'rgimchak odamligi, dunyoni qutqarish uchun hamma uni unutganini, film bo'yi ham shuni ayta olmay qiynalib yuradi bechara bola. Lekin baribir film davomida biz kutgan gaplarni MJga aytadi. Ko'rishingiz mumkin, u har kuni MJ ishlaydigan restoranga boradi va u uchun xat yozib qo'yadi. Keyin komikslarda juda ham mashhur bo'lgan sahnani ko'ramiz, ya'ni o'rgimchak odamga shahar kalitini berishadi. Bu kalitni Tobey Maguire ijrosidagi o'rgimchak odam ham o'zining 3-shaxsiy filmida olgandi. Yana e'tibor bersanglar va bilgan bo'lsanglar, uning kostyumi oddiy, hech qanaqa Stark texnologiyasi emas, faqat qo'lida to'r o'tadigan uskunasi bor bo'ldi va treylerda Peter aytishi bo'yicha hamma uni unutgan va u bundan juda ham xafa. Keyin The Punisher jazolovchi personajini ko'rdik. U Peter bilan filmda do'stona janjal qilib yuradi. Buni treylerdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu joydagi Peterning xushdan ketishiga ikkita taxmin bor. Birinchisi kuchayish tufayli, ikkinchisi esa Skorpion. Skorpion ham filmda chiqadi va asosiy yulduzlardan biri bo'ladi. Agar u Peterni chaqqan bo'lsa, u xushdan ketyapti. Lekin degan joy bor. Boya video boshida aytdim, Peter 2-3 barobar kuchayadi deb. Bilasizlar, Peter hali yosh bola va o'smir edi. U o'smirlikdan chiqyapti, shu uchun genida mutatsiyalar boshlangan. U Tobey Maguire o'rgimchak odamidek qo'lidan o'zi to'r chiqara oladigan kuchga ega bo'ladi va tabiiyki, buni ortidan bir qancha yangi qobiliyatlarni oladi, borini esa kuchaytiradi. Bu narsa tezda emas, sekin-sekin boshlanadi. Bu narsalarni Peter bilmagach, kimga murojaat qiladi? Albatta, Bruce Bannerga, Hulkka. Banner Peter o'qiydigan universitetda dars berar ekan va Peter Bannerdan yordam so'raydi. Shunda Banner DNK mutatsiyasi juda xavfli bo'lishi mumkin deb aytadi. Bu aytganimdek, bu kuchayishi tez bo'lmaydi. Shunday ekan, muammolar ham kam bo'lmaydi. Kuchayishganini esa mana bu sahnadan ko'rsak bo'ladi. Albatta, u May xolasini unutmagan va uni qabrini ko'rsatishdi va mana biz kutgan Skorpion Peter bilan jang qildi va treylerda har xil mana bunaqa yulduzlar ko'rsatildi. Bular shahardagi mayda kuchsiz yulduzlar bo'lib, Peter shaharni shundaylardan tozalaydi va shahar kalitini qo'lga kiritadi. Treyler oxiridagi MJning Friendly Neighbor, ya'ni do'stona qo'shni so'zi Feralda chiqqan sizning do'stona qo'shningiz o'rgimchak odam multserialga belgi bo'ladi va treyler shu bilan tugaydi. Treylerdan bizga biz kutgan va kutmagan narsalarni ko'rsatishdi. Masalan, treylerda Sadie Sink personajini ko'rmadik, lekin u filmning suratga olish ishlarida qatnashgan. Tom Stone'ni ko'rmadik. U aniq va 100% filmda chiqadi. Bu personajni siz o'rgimchak odam olamlararo multserialda ko'rgansiz. U filmda eng katta street level boss bo'ladi, ya'ni ko'chaning kattasi. Marvel komikslarida ham uni street level boss deb atashadi. Kuchi esa jismoniy va qurollari bilan jang qiladi. Yana Insider va manbalarning xabariga ko'ra, filmda Jekyll nomli goblinga o'xshash yovuz ham ko'rsatiladi. Yana Ramrod kiberg odam ham chiqadi. Boomerang personajini esa treylerda ko'rsatishdi. Mana u Boomerang qahramon emas, super yovuz va uni Peter filmda prosta o'ldirib olmaydi, chunki juda kuchli. Yana xabarlarga ko'ra, filmda Tarantula o'rgimchak odami ham qatnashadi. U anti-qahramon, lekin ko'proq yovuzliklar qiladi. Marvel komikslarining Amazing Spider-Man qismlarida u o'rgimchak odam bilan jang qilgan. Tasdiqlangan va treylerda ko'rsatilgan yovuzlar bu Skorpion va Tom Stone. Treylerga qarasak, Skorpion bir muddat Peterni boshqaradiganga o'xshyapti, chunki uni zaharlashi, boylab qo'yishi bularga isbot va mana uning ko'zi ham Skorpionning zahar ostida. Treylerni ko'rib, sizlarda savol paydo bo'lmadimi? Nega shuncha yovuzlar paydo bo'lib, o'rgimchak odam bilan jang qilyapti degan? Bunga asosiy sabab Kingpin personaji. U shahar meri bo'lib, o'rgimchakka o'xshaganlarni yo'q qilib, tutishga bel bog'laydi. Kingpinda esa o'ng qo'li Tom Stone bo'ladi. O'rgimchak odam olamlar aro multserialda ham ko'rganmiz. Kingpinning o'ng qo'li Tom Stone personaji edi. Kingpin o'rgimchakdan tashqari Daredevil, jazolovchi va shunga o'xshagan adolatparvarlarni qoldirishni boshlaydi. Daredevil serialining 1-2 sezonida, Echo serialida, Lochin Ko'z seriallarida
Kingpin bu ishlarni boshlagan edi va O'rgimchak odam Thor yangi kun filmida davom ettiradi. Endi Hulk va Jazolovchiga kelsak, oldingi videolarda aytganimdek, Hulkga qarshi O'rgimchak odam va Jazolovchi jang qilishadi. Filmda Hulk o'zining o'sha eski vahshiy holatiga qaytadi. Rejissyorlar shu jang uchun ham Peterni kuchini oshirishdi mutatsiya orqali. Treylerda uncha ko'p ko'rsatilmagan bo'lsa ham, barcha ishlar Hulk bilan ham bo'lib o'tadi. Lekin asosiy voqealarni orqa tarafdan Kingpin kuzatib, buyruq berib boshqarib turadi va katta ehtimol bilan emas, 100% filmning titrlaridan keyingi sahnasida Doktor Doomni va Qasoskorlar qiyomat kuni filmidan parcha ko'ramiz. Ko'plar kutgan simbiot O'rgimchak odamga kelsak, u filmda chiqmaydi va Peterga kerak emas. Simbiot O'rgimchak odami Qasoskorlar maxfiy urushlar filmida chiqadi. Komikslarda Peterning qizil kostyumi yirtilib, chalajon bo'lganida u simbiot bilan birlashib kuchayadi va asosiy voqealar markazida bo'ladi. Lekin bu filmda u simbiot bilan birlashmaydi, lekin juda ham kuchayadi va tabiiy o'zidan Thor otadigan bo'ladi. Hozircha tahlil va so'nggi yangiliklar shulardan iborat. Keyingi video bahor faslida chiqadigan mashhur proyektlar haqida bo'ladi. Undan keyin esa Qasoskorlar 5 haqida video chiqaraman. Anchadan beri Qasoskorlar 5 haqida video qilmagan edim va ma'lumotlar ham yig'ilib qolgan. O'rgimchak odam treylerga kelsak 10 dan 10. Shunday ekan filmni kutamiz. Juda ham qiziqarli bo'ladiganga o'xshyapti. Film premyerasi shu yilning 31-iyuliga rejalashtirilgan va shu joyda qaysidir kinoilovaning reklamasi bo'lishi mumkin edi, lekin yo'q. Shu uchun har doimgidek o'zimni necha yillik dizaynerimni sizlarga tavsiya qilaman, ya'ni Aventi dizaynerimni. Optlari 3 yildan oshiq, adashmasam, dizaynerlar qiladigan hamma ishni qiladilar va hamma ishlari kompyuterda qilinadi va juda sifatli va o'z vaqtida, narxi ham yaxshi, uncha qimmat emas. Lechka va portfolio kanallarini opsiyasida qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Hozircha barcha ma'lumotlar bor shu. Bugungi videoda sizlar bilan O'rgimchak odam Thor yangi kun filmining treyleri haqida gaplashdik, tahlil qildik va video haqida va film haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol xohlagan savollarni bersanglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, xotirja xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. We're faced with a danger that we can't control. One we can't even see. Stay out of my way. You're losing it, kid. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Break it down. Dark Wave.